Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli aka uka opa singillar, yaxshiliklar, salomatliklar. Ovozim yaxshimi? Ovoz yaxshi bo'lsa tuylik qo'yib olsanglar, kitobxonlik to'g'risida ozgina suhbatlashamiz. Ovoz yaxshimi? Ovoz boryaptimi? Tuylik qo'ysanglar, tashlab qo'ying. Ovoz past deyaptilar. Ovoz yo'q, ovoz past. Mikrofon xullas ishlamayapti lekin. Mikrofondan xafam. Endi joydami? Endi joyda, buningcha kerak emas. Assalomu alaykum rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Charchamaysizlarmi? Endi yaxshi. Barchalarga bugungi kun xayrli bo'lsin. Shomga yarim soatcha qoldi. Sizlar bilan kitobimiz Qora pul imperiyasi to'g'risida ozgina gaplashmoqchiman. Qora pul imperiyasini mana Abr Nashr tashkilotimiz orqali yangitdan bosmasini olib keldik. Nasib bo'lsa, albatta olib o'qinglar. O'qishlikda bugungi kunda tavsiya qiladigan kitoblarimiz ichida eng dolzarb, eng aktivlaridan biri bu. Qora pul nima uchun kerak bizga? Bugungi kunda bilamiz, jamiyatlar, davlatlar, siyosiy oldi berdilar, urushlar orqasida pul turadi. Pul sistemasi kimlar tomonidan qurilgan va nima asoslar ustiga qurilgan? Qaysi ideologiyalar, qaysi ya'ni fikrlar olg'a surilgan, orqada nima fikrlar maxfiy yotibdi? Bularni hammasini agar zakiy fikr bilan o'qisangiz yecha olasiz. Men bitta misolni keltiraman. Qarang. Qotillik tarmog'i degan joy bor. Qotillik tarmog'i sarlavha. Shu joyda 15-bayonnomadan ko'chirma beryapti. Bayonnoma deganda bir narsani aytib beray. Siyonist tashkilotlarining alohida protokollari bor. Siyonist donishmandlarining bayonnomasi degan. Bu bayonnomani ko'pincha tan olishmaydi, lekin hayotga qarasangiz o'sha bayonnomadagi narsalarni tatbiqini ko'rasiz. O'sha bayonnomalardan bittasini keltiryapti. Bu qora pul imperiyasi Amshel Rothschild oilasi, Rothschildlar oilasi. Birinchi qirol Amshel Rothschild bo'lgan. Shu qirol oilasini, ya'ni o'zlarini oilasida nomlanadigan oilani pul imperiyasi butun dunyoda shu sistema asosida qurilganligini bu kitobdan ko'rib, ya'ni farqiga borasiz. Keyin o'shanga qarab to'g'ri noto'g'rini ajratib olgan odam nima ish qilishligiga biroz ya'ni imkon topadi. O'sha siyonist protokollaridagi bitta band, 15-bayonnoma. Siyonistlar aytyapti, qarang. Barcha uchun o'lim muqarrar. Bizning maqsadlarimizga qarshi bo'lganlar uchun o'limni tezlashtirish yaxshiroq. Eshityapsizmi? Ya'ni ularning maqsadlariga xizmat qilmaganlarning o'limini tezlatish yaxshiroq. Biz shunday yo'l tutamizki, ular tabiiy sharoitda o'ldik deb o'ylashadi. Lekin biz bizning maqsadlarimizga xizmat qilmaganlarni sun'iy shaklda o'ldiramiz degan ishora bor. Yana ajoyib joyi bor. Men hammasini o'qimayapman, bizga kerak bo'lgan joyi. Biz boshqalarni liberalizmga da'vat qilsak ham o'z xalqimizni o'z maqsadlarimizga amal qilishga undashimiz kerak. Jumlani salobatini tushunish uchun bu joyda asli siyosat nima ekanligini tushunish kerak. Liberalizm nima o'zi desa, bugun butun dunyoda ko'pchilik targ'ib qilayotgan demokratik davlatning bir unsuri. Liberal jamoalar bor, so'l kuchlar deyiladi va undan tashqari demokratlar va sotsialistlar va mana shunga o'xshagan bo'linishlar orasida liberalizm degan g'oya bor. Bu g'oyani John Locke kabi, Russo kabi faylasuflar tatbiq qilishlikni taklif qilgan. Asli bu Sokrat davridan bo'lgan bu. Va ularning ichida masalan Q,
Kant, Jefferson, Franklin, Montesquieu, Kandora kabi faylasuflar mana shu g'oyalarni oldinga surgan. Liberalizm nima desa, maksimum erkinlik degani. Xalqqa maksimum erkinlik, mutlaq erkinlik emas. Ularga ham barcha chegaralarni qo'yish kerak deydi. Lekin axloq deydi, bu insonlar tomonidan o'ylab to'qilgan narsa. Axloq degan narsa bizga kerak emas deydi. Maksimum erkinlikni ta'minlashimiz kerak deydi. Protokolda nima deyapti? Qolganlarni shunga targ'ib qilamiz. O'zimizni xalqimizni amal qilishligini ta'minlashimiz kerak. Ular qaysi narsaga amal qiladi desangiz, Tavrotga amal qiladi. Yer yuzida bugungi kundagi masalan Izrail diniy davlat. Diniy e'tiqod bilan yuritiladigan davlat. Boshqa jamiyatlarni liberalizmga majburlaymiz deyapti. Men buni nima uchun o'qib beryapman? Kitobdagi gap bu. Bu Abraham Muxtor Alining gapi emas. George Armstrong, Qora pul imperiyasi. O'qing. Boshqalarga o'qishni tavsiya qiling. Bu fikriy kitob o'z mamlakatingizni, o'z davlatingizni, o'z millatingizni qadriyatini himoya qilish uchun bizga qarshi bo'lgan, bizni yo'naltirib propaganda orqali boshqarayotgan odamlarni siyosatini bilishimiz kerak. Nima maqsadda boshqarilishyapti? Olg'a desa ketib qolavermaslik kerak. Esinglarda bor, Gruziya inqilobi to'g'risida, Ukraina haqida gapirganmiz bir paytlar. Ho'y, bu to'g'ri narsa emas. Bu xalqqa, millatga xiyonat. Deganimizda, ana Shokir Dolimovga o'xshagan ana mahalla bor, tuxumsizlar mahallasi. Hammasi bizni rusparastga chiqargan edi o'sha paytda. Men ruslarning tarafini olmagandimki. Men millatimizni tarafini olgan edim. Men nima degan edim? Yo'q, bu Ukrainaning hozirgi siyosati, urush masalasidagi shu Zelenskiyni kelishi, uni xalq qahramoni qilib ko'rsatish, oldingi hukumatni diktator qilib ko'rsatishdan maqsad bor. Bu yerda faqat xalqqa ziyon bor. Desak, ana qaydi, mana qaydi deyishdi. Nima bo'ldi? Amerika saplagan bo'lsa 200 milliard dollar sapladi, maksimum shuni hisobiga, Ukrainani himoyasiga. Hozir nima deyapti? 500 milliard dollar to'laysan deyapti. 2,5 barobar to'laysan deyapti. Xalq qirildi. Vatan ikkita aka-uka xalqni urushtirib qo'yildi. Biz rusparast emas ekanmizmi? To'g'ri aytgan ekanmizmi? Hozir nima bo'ldi mana? Qani qahramon? Tabiiy boyliklarini berdi deyapti. Gruziya tabiiy boyliklarini berdi deyapti. O'zbekistonni inqilob qilib, ko'tarib, o'rniga boshqa bitta ya'ni nima deyotganini bilmaydigan odamni qo'yib qo'ysa, nima qiladi? Xalqqa qiyin bo'ladi. Boyliklarimizga, tabiiy qadriyatlarimizga, milliy tilimizga, boshqa narsaga hujum bo'ladi. Bularni oldini olish uchun biz haqiqatni bilishimiz kerak. Yana bitta ajoyib narsa bor, do'stlar. SSR tizimini ko'pincha o'sha Shokir Dolimovga o'xshaganlar, ya'ni Yevropa parastlar ruslarni qilig'i, ruslar bizni bosqin qilgan unda deydi. Aslida SSR ruslarning sistemasi bo'lmagan. Bu yerda o'shalarning ismlari bor. Lenin Vladimir Ilich Ulyanov haqiqiy ismi. Haqiqiy ismi Vladimir Ilich Ulyanov bo'lgan. Soxta ism Lenin Ulyanov bo'lgan. Trotskiy, eshitganmizda Leninni komandasidagilar. Asli kim bo'lgan? Trotskiy kim bo'lgan? Ismi Lev Davidovich Bronstein bo'lgan, Yahudiy bo'lgan. Steklov soxta ism, haqiqiy ism Nakhames bo'lgan, Yahudiy bo'lgan. Martov haqiqiy ismi Zeberbaum. Zinaviyev haqiqiy ismi Apfelbaum va hokazo. O'shalarni hammasini ro'yxati bilan bergan. Kitobni o'qisangiz, SSR tizimi ham o'sha Sion tashkilotlarini qo'llab-quvvatlovi bilan bo'lgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, SSR tizimi, SSR o'zini bosib olgan mamlakatlarning hammasida ta'lim tizimini qo'liga olgan. 10 yillik majburiy maktab qilishgan. Va majburiy maktabda bolalar albatta Darwin ta'limotini qabul qilishi majbur bo'lgan. Imtihonda maymundan bo'lganman demasa yiqilgan.
Ha, biz boshqalarni mana shunga o'xshagan narsalarga majburlaymiz, o'zimiz dinimizga amal qilamiz deyapti protokolda. Endi mana shundan nima xulosa chiqarishimiz kerak? Biz qadriyatlarimizga amal qilishimiz kerak, do'stlar. O'zbekligimiz, milliyligimiz, qadriyatlarimiz, til, tarix, adabiyot bularni himoya qilib qolishimiz kerak. Bularni himoyasidan keyin millatni tarbiya qilib, bizdan keyingi avlod bu millatni oyoqqa turg'izishligi kerak. Hammaning vazifasi bor, do'stlar. Har kim o'zining rolini o'ynash kerak. Ha? Shekspir aytadi-yu, hammamiz dunyoda rol o'ynayapmiz. Maskalar har xil. Lekin rolimizni yaxshiroq o'ynaylik, do'stlar. degan ma'noda. Reklama uchun reklama qilmoqchiman. Bir reklama qilishga arziydigan kitob. Bir nashriyotimizdan chiqdi bu safar Qora pul imperiyasi. Telefon raqamlarini balki qo'yarman suhbatdan keyin. Qayerdan olishni ko'pchilik so'radi ham. Kam olib kelganmiz bu safar ham. O'tgan safar 5000 ta 2 haftami 3 haftada tugadi. Bu safar 10,000 olib kelganmiz. Bu ham uzoqqa bormasa kerak. Lekin oling, o'qing, pushaymon qilmaysiz. Hop. Shomga yaqinlashib qoldi. She'r o'qirdik, birorta she'r o'qib beraymikin deb turibman. Hamma she'r o'qib berdim lekin. Yangi she'r bor ekan, tarjima qilayotgandim, hali tugamadi. Uni tugaganda o'qib beraman. Hozir. Bir yigit qo'ydi bir she'r, o'sha she'rni yaxshi aytgan ekan. Balki o'shani topsam o'qib beramiz. Yolg'on dunyo degan she'r ekan. O'qib beraman hozir. Menga ham yoqadi shu she'r. Hop. She'riyat. Yolg'on dunyo mana sendan, keldim endi ketmoqdaman. Qolganlarga salom mendan, keldim endi ketmoqdaman. Bormi senda mudom qolgan, navbat berib navbat olgan. Kecha bugun bari yolg'on, keldim endi ketmoqdaman. Gunoh pullik, savob tekin, kimsa olmas, kimsa yukin. Kundan kunga asta sekin, keldim endi ketmoqdaman. Yolg'on dunyo, ahdni buzma, kimlar kelib ketdi so'zla. Men ham toza qalbni ko'zlab, keldim endi ketmoqdaman. Kulmadim bemalol bir kun, 45 sana yurdim surgun. Ko'nglim seva, seva horg'in, keldim endi ketmoqdaman. Mahbubidir buncha yil oy, keldi kechdi voy dunyo voy. Yashadimmi yo'qmi bilmay, keldim endi ketmoqdaman. Mahbubi. Alloh taolo dunyodan o'tar paytimizda iymonimizni salomat qilsin. Albatta haq yo'l og'ir yo'l, yuki bor, imtihoni bor yo'l. Haqda bo'lsangiz imtihon kuchayaveradi. Sobit turgan sari kuchayaveradi. Yengillashsangiz yengillashadi. Dunyo imtihoni shu. Haqda mahkam turishlik oson emas. Ayniqsa oldinda yuradigan odamlarga qiyin bo'ladi. Yangi yo'l ochish kerak ular. Bir Mahbubiyni to'rqotar she'ri bor, iymon haqida. Nima edi? Tog' bo'lsang qor yog'ar boshingga, gul bo'lsang ham tanangda tikon. Kuchingga yarasha yuklar yuk, iymonga yarasha imtihon.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.